Niyat muvaffaqiyatni chaqirmaydi. Niyat muvaffaqiyat paydo bo'ladigan ichki sababni faollashtiradi. Savdoda natija tashqi harakatdan boshlanmaydi. Natija ong qayerda turganidan boshlanadi. Kim natijani quvlaydi? U doim kechikadi. Kim sababni egallaydi? U kutmaydi. Savdo qayerda boshlanadi? Savdo grafikda boshlanmaydi. Savdo indikatorlarda boshlanmaydi. Savdo bozor ochilganda ham boshlanmaydi. Savdo ongda boshlanadi. Ongda aniqlik bo'lsa, grafik o'qiladi. Ongda ikkilanma bo'lsa, eng kuchli signal ham ishlamaydi. Bozor tashqi kuch emas, bozor ichki holatning aksidir. Niyatning asl mohiyati. Niyat bu xohish emas, niyat bu orzu emas, niyat bu ijobiy gap ham emas. Niyat bu ichki qarorning yopilishi. Yopilgan qarorda savol qolmaydi. Savol qolmagan joyda qo'rquv yo'q. Qo'rquv yo'q joyda qarshilik bo'lmaydi. Niyat va tanlov. Ong har doim tanlov ichida bo'ladi. Ikki yo'l bo'lsa, energiya bo'linadi. Niyat tanlov tugagan holat. Bu holatda ong ikkilanmaydi. Kirish majburiy emas, chiqish majburiy emas. Harakat ichki sukunatdan chiqadi. Vaqt va natija. Savdoda vaqt kelajak emas, vaqt hozir. Foyda kelmaydi, foyda ochiladi. Shuning uchun kuchli niyatda shoshilish bo'lmaydi. Sabrsizlik bo'lmaydi. Qaytarib olish ehtiyoji yo'qoladi. Ong natijani kelajakda qidirmaydi. Ong natija bo'lgan holatda turadi. Emotsiya va niyat. Agar hayajon bo'lsa, bu niyat emas. Agar qo'rquv bo'lsa, bu niyat emas. Agar isbotlash ehtiyoji bo'lsa, bu niyat emas. Haqiqiy niyat jim bo'ladi, og'ir bo'ladi, aniq bo'ladi. Jimlik bu kuchsiz holat emas. Jimlik bu tarqalmagan kuchdir. Savdoda niyat qanday seziladi? Stop xotirjam qabul qilinadi. Foyda hissiy portlash qilmaydi. Yo'qotish shaxsiy qabul qilinmaydi. Treyder bozorga qarshi chiqmaydi. Treyder bozor ichida adashmaydi. U ichki sabab qatlamida turadi. Niyat qachon buziladi? Pul shaxsiylik bilan aralashganda, natija o'zini isbotlash vositasiga aylanganda, o'tmish zararlar ongni boshqarganda. Bu holatda qaror zaiflashadi va savdo emotsiyaga tushadi. Savdodan oldingi ichki holat. Savdodan oldin tashqi tayyorgarlik emas, ichki joylashuv muhim. Tana bo'sh, nafas sekin, ong jim. Ichingda quyidagi holat paydo bo'ladi. Men izlayotganim yo'q, men tanlaganman. Agar bu holat bo'lsa, savdo oson ochiladi. Agar bo'lmasa, savdo qilinmaydi. Bu intizom emas, bu aniqlik. Niyat buyruq shaklida, ichki ovoz bilan. Men sababdaman. Men oqibatni quvlamayman. Men bozorga bosim bermayman. Men oqimni buzmayman. Harakat o'zi keladi, qaror o'zi ochiladi. Eng chuqur nuqta. Savdoda yutish yoki yutqazish yo'q. Savdoda moslik bor. Ichki holat mos bo'lsa, bozor qarshilik qilmaydi. Niyat savdoni yaratmaydi. Niyat savdo qayerda qarshiliksiz sodir bo'lishini belgilaydi. Yakuniy xulosa. Kim niyatni tashqi gap deb o'ylasa, u doim izlaydi. Kim niyatni ichki holat sifatida egallasa, u kutmaydi. Savdo texnika emas, savdo holat. Holat to'g'ri bo'lsa, natija o'z vaqtida ochiladi.